qani? Shukurjon, botsiz deyman, doim boring, o'rganib keling, bilmas ekansiz o'yin o'ynash. Dilfuza, qanaqa qilib har doim yutaverasiz? Bu video Game Club haqida emas. Lekin bu videoni kontr mukasdan ketgan bot yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Uchqo'rg'onda naqd 6 qavatli Nurrayhon savdo markazi ochilibdi. Hozir bu joy haqida yaqindan tanishamiz. Bu joyning birinchi qavati supermarket ekan. Supermarketda barcha turdagi oziq-ovqatdan tortib, parfumeriya mahsulotlarigacha bor ekan. Eng asosiysi bu yerdan kartoshka, piyoz ham topsangiz bo'ladi. Binoning ikkinchi qavatida mana shunday chiroyli holatdagi zallari mavjud. Bu yerda korporativ yig'ilishlar, do'stlar bilan tug'ilgan kun tadbirlarini o'tkazishingiz mumkin. Yig'ilishlarga bemalol farzandingizni olib kelsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa katta bolalar maydonchasini ham tashkil qo'yishibdi. Asosiysi bepul ekan. 3-4 qavatda esa mehmonxona joylashgan ekan. Xonalarning sharoitlari qanaqa ekan, deyapsizmi? Uni ham tanishtiramiz. Lyuks, polyuks va standart xonalari mavjud ekan. Sharoitlarga esa gap bo'lishi mumkin emas. Bahoni esa tasvirlar orqali ko'rib berishingiz mumkin. Yerto'lasi bilan hisoblaganda binoning eng yuqori 6-qavatida restoran joylashgan ekan. Siz mana shunday chiroyli atmosferaga ega bo'lgan restoranda Yevropa taomlarini mazza qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Uchqo'rg'onda mana shunday savdo va xizmat ko'rsatish kompleksi bor ekanini bilmay yurgan ekanmiz. Siz bilarmidingiz? Izohlarda yozib qoldiringlar-chi. Bu yerning manzili Uchqo'rg'on tuman markazi Ibn Sino ko'chasida joylashgan. Mo'ljal esa tuman tibbiyot birlashmasidan o'tganda Chorrahada kelar ekan.